Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurimga hoş geldiniz. Namı dastan qadam yetken hamma yerda, bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni huzuringizda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot suhbatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tuvandagi o'tag'an barliq bizning qizg'in ko'rganlarimizga men yana naqshlarni suyib anglaydigan mijoz xulqiga amroq yana bir suyimlik inimni qayta bir qatim o'zimning tilidan tanishtirmoqchiman. U Muqam Shahzodasi deb nomlanayotgan inim Sherali Altekin. Bir kuni men Qashqarga bordimda Abdurashid. Bundan balkim nurg'un yillar ilgari kelgan. Millar dedim bunaqa desam. Qashqarga shaharga berib, bir o'yin qo'ydigan bir sabab bilan berib, ama u chaqlida o'zimiz jiqqa aylanib tanlab yotmasak, ko'rgan yotoqlarimizni bizning talabimizdagi sharoit emas. Jo'day suvlar jiq. Jo'day suv deyotgan. Jo'day suv degan. Unda puli muvofiq bo'lsin, sharoiti yaxshi emas. Biz tanlab bir ondaroq bir yerda yotsak bo'ldi deb Qashqar shahrida Vaybingwan degan bir bingwan bor-da. Shu yerga Oblekim ukam bilan ishimiz berib oldik. Umakdan arilib, xotirjam zolim, ozodabiyat tilashadi. Masallar avar qilsin. U yerdan chiqiblar, jiroqroq bir yerga ketib olmasak, tankichigacha o'tirish davomlashib qolib, u yerni kapolat qilaman. Bir necha kundan shu 4-5 kunda shu Vaybingwanga yetib qoldim. Birinchi kuni atdiganda chiroyli bir bola. Shiralidimi chiroyli deb u. Bo'y turib kelishgan, umoq, chiroy qarasang bir yaxshi odamniki chiqib turibdi. Chiroyli ketgan yaxshi. Bu rostmi? Yaxshi odamlar chiroyli ifodalanadi. Ko'z nuridan, chiroydan, betidan chiqadi. Ishni chekidi, oblat berib ochdi, ash bola. Kirib oyoqqa qandoq deb shuncha bir adablik. Yaxshi bir tarbiya ko'rgan oilaning bolasi. Shuning bilan bizga choy qo'yib, boshqa maqsad yo'q-ku. Menda xalqi boshqa bolalarga o'xshash ishdik, rasmga tushib, o'chog'im unda sharoitmi yo'q. Balkim bu bolalarda o'chog'imda yendan chiqirib unda tatgan telefonmi yo'q. Ana bir burunqi gap bor. Amdilqi choy qo'yib beraymi aka? So'g'aqroq vaqtda to'nlab qolmaysizlar. Bo'lmasa, men yotgan ko'plarni qo'shib bersin deb qo'yay. Deb yanchoqlardan ilqi bir yerlarga tengov isitadigan bir narsa chet-elliklar bergan-da bu bolalar shu. Vaybingwanda. Buni berdi chiqdi. Atsa atganda yana ishik chiqdi. Yana açsam o Shirali kirdi. Shirali jmo shu. Shuni yana bizdan 5 minut 10 minutda onostigi ilqan hech qanday bizning parag'anlarimizga daxl qilmaydi. Amsi men chiqay ekan, xo'sh. Bu kichik o'g'amlar deb qoidani bildigan bo'lgan deb o'zicha amroq bo'lib qoldik biz unga. Shuningdek, uchinchi qatim ko'rishgan vaqtida sen nima bola? Nima bola? Bizlarni bir tanishtirgan. Ukam degandan keyin bu amaliyotda bu yerda Fuyuan emasga. Shu Vaybingwandagi bir oqshimi. Chet elliklar keldi-ku, davomli sayohatchilar keldi g'aya.
akşamı çetellikler yığılıp biz bunda numar görürüz dese bu balla yığılıp işede. Saz çalıp, nakş etip, Qashqarning yerlik alayligini ko'rsatadigan san'at umaklayni. Shunday san'at umak. Kichik san'at umak voqea bir. Yodi voqea. Shu yodining sherdagi a'zosi kichik naqshchi Shirali ekan bu. Biz mana mushunda bir sababli tanishib qolgan Shirali Altekin bilan. Bu bizning hayot yo'limizdagi bir xotirlar, o'chmaydigan bir xotirlar. Men mushtabda Shirali Altekin degan ismlarni anglasam yoki bir yer naqshlari chiqsa, shu darhol shu ketmoqda. Birdan shu sekunddan ichida bundan 20 yillar burunqi, balkim 20 necha yillar burunqi shu aslimlarimga ketib qoldim. Naqshni anglayotgan bo'lsam, mana bir o'ylab chiqaman. Mening hayotimda yana bir tatliq aslima bu. Nimishqa desam, mushu ukamning bir yaxshi maysa ekanligini men dastlabda his qilgan. Men xato baho bermagan deb-chi. Shuna faqirlanaman shundan. Demak, bu kishi mana shu qaranglar. Shirali Altekin bizning faqirlik o'g'limiz. Rahmat. Endi bu tushundim, bu bola o'zi shu yerda bo'lmoq uchun endi o'zining arzu armonlari bor. Buni biz mana Shiralining o'zini anglaymiz. Shundaqa. Aldı bilan sizga rahmat. Shunday bir xushgapsiz programmasi orqali ko'nglimizdagi suhbatlarimizni sizga yuztiran aytganligimizdan mana san'atkor bolalar sizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ayni vaqtida shu siz bilan uchrashgan paytlar ilham esimda, men bolalarimga ham so'zlab beraman. Televizorlar chiqib qolsangiz, men o'g'limni ko'rsatib qo'ying, o'g'lim ana. Osh adam bog'i desam, ha, nima adam bo'laydi degan o'xshash. Mening mush Urumchida mushaqtim ansamblda xizmat qilishimga, mush Urumchida bo'lib qilishimga mush kishi sababchi bo'lgan. Deb bolalarimga ham aytib beraman. Demak, uni unutib olmaydi. Har bir odamning hayotida o'chmas xotiralari bo'ladi. Keyin siz mana Cho'lpon degan restoranga shu yoqqa keldingiz. Shu chog'da siz bilan tafsili paranglashdik. Men o'zimning o'ylaganlarimni dedim sizga. Bo'lsa mumkin bo'lsa, shunday bir rasmiy kasbiy sohada o'rgangim bor. Shu kasbiy maktablarda o'qib, texnik bir muntazam bir tarbiyalangim bor deb sizga aytsam, siz ham dedingiz, "Bak yaxshi o'ylabsan." Bo'ladi deb siz ayni vaqtida balkim esingizda bo'lishi kerak, yangi muqam sinfda ichilish oldida turganda. Ha, to'g'ri. Sen aldirma yaqinda bir kasb ichildi ekan, bu kasbni hurmatli rahbarimiz rahmatli Temir Davomat akamiz. Shu odam ta'sis qilgan sinf, bu sinfda o'qib qolsang, agar sen bu sinfda kirib qolsang, bu sinfda bittaga o'quvchilarning hammasini shu muqam ansamblga oldi, bevosita ashya kirdi. Sen turibdi dedingizda, menga shunday bir ilhom berdingiz. Shuning bilan oxiri degandek 1996-yili. 96-yili. 96-yili endi sizning tashabbusingiz bilan endi hatto shu qadar imtihon bersam bo'ldi deb emas va hatto texim ishkirlab bu imtihonni qandoq berish va bu imtihonni oladigan odamlar kim deb bütün shunday yaxshi xabarlarni qandoq tayyorlik qilishim kerak, shuningdan tortib endi siz menga dedingiz, nima o chaqda oldirab ketib, shundoq bir yaxshi bir kasbiy sohada bir o'quvim bor-da. Oldirab ketib, hatto Qashqar san'at maktabi imtihon berdim. Qashqar san'at maktabi imtihon bergan ishimdan balkim xabaringiz yo'q. U yerga o'tamadim men Qashqar san'at maktabiga. Men ammada Qashqar san'at maktabi. Ammagandan keyin oxiri endi siz bilan aloqa qilib turdik. Endi siz dedingiz, shundoq muqam ansambl bilan bu o'quvchilarni Şinjan San'at İnstitutu birlikte alıda. Sen bununla yaxshi tayyorlik qil menga. Bo'lsa o'zing chilib turib naqsh ayta olsan, buning unumi texmi yaxshi bo'ladi deb siz menga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatdingizda. Shuning bilan men Qashqar xalq naqshini Asigal bola shuni aytdim, bir Qashqar xalq naqshini birini aytdim. Yansınchab turib aytdim. Shu vajdan endi San'at institutiga keldim. Muqam sınıfıga keldim de bir alaydı sınıf. O çağda bu sınıfın bütün teminatını devletin
to'g'ri bevosita taqdirlagan gaplar shu vajdimi bizni shunchalik fursatlarni bergan partiya hukumat ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Shu sinfga men kirdim. Hech qanday haqsiz kirdimda. Butun o'qish pulini davlat ko'tardi. Endi 4 yil o'qishlarni bitadi, hatto sizning menga bergan ta'sir ko'rsatgan hamma taraflaringizni shu imtihonda men shuni hammani his qilib turdim. Ki orliqda Urumchiga keldim sizni izlab, aka, rahmat sizga. Endi mana kasbda o'tibdimi, rahmat sizga. Endi qanday qilishim kerak desam, darsni yaxshi o'rgan. Endi bu kasbda o'tab, agar ishtek o'qimagan debdi-da. Darsda yana bundoq bo'lib qolsang, yana bo'lmay qoldi. yana bo'lmaydi, sen oliy maktab imtihoniga tayyorlab qilding dedingiz. Degandiki, shuningdek oliy maktab imtihoniga qatnashdim. Oliy maktab imtihonidan uni buni qilib yaxshi bir natijalarga bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Siz dedingizda men ukam sen darsni yaxshi o'rgan. Men u tarafga men kuch yetmayman, ammo sen kuch yetmayman sen. Men kasbga men deb qo'ydim ularga. Ammo sen yaxshi sening o'zingning asos bor ekan. Bo'lsa men dars tarafga mushunga bakrak kucha dedingiz. Shu ta'liga bir o'tib ketdim. Demak, shu sababchi bo'lganda. To'g'ri. Mening har bir ishni yuz bermagiga bir sabab kerak. Buni yana yig'ib aytsak, yönfün deymiz. Shirali Altekin to'g'risida ham parang bo'lganda, damal bizningki bilmoqchi bo'lgan temamizning birisi Shirali Altekinning kasbiy hayoti. Endi maktabga o'tdi, buningda xabarimiz bor. Undan keyin maktabda qanday kasblar bilish olan muqam albatta asos bo'ldi. Muqam asosli kasb bo'ldi. Lekin mening bilishimcha muqam kasbi shu atrofli tarbiyalashni asos o'rin qo'ygan. Shunday tartibda. Sizlar o'rgangan kasblaringlar qaysi bo'lishadi? Shu biz asosli kasb bayam siz degandek shu muqam ijro qilishdan sirat. Endi cho'qim biror chalg'i asbobni o'lib bergan, mukammal bir o'rgansin. Shunga menga ravob taqsim bo'landim. Taqsim ravob o'rgandim. Andan keyin shu muqamninki tarixi, tekstologiya ilmi degan bir ilm bor ekan. Ma'nisini muqam ammamiz bilgandek bu ko'na til, chag'atay til. Demak, biz shu chalg'idan sirat, masalan, tekstologiya ilmi, muqam tarixi qatorliq not nazariya ko'rib o'qish deymiz, notlar qarab ham xudo xat o'qib ishlaymiz. Mush taraflarda biz ilm olgan. Bu zo'r boyliqda. Zo'r boyliq. Undan boshqa chalg'ular. Inson bo'lingan ravob kasbi. Buni keyin balki o'zlar cho'ng bo'lgandan keyin bildinglar, ajoyib bir cho'ng bir ortiqcha. Bir san'atchining, bir naqshchining bo'libmi? O'zimizning chalg'u asboblaridan birini to'liq bilishi, to'liq bilmagan taqdirda o'zining o'disdan chiqadi. Ilmga ega bo'lishi bak cho'ngishga haqiqatan muqamchilarda ikimiz bak bilimiz men chavakdan boshqa chalaman emasman. Bizda muqamchilarda bunday bir gap bor. Sazchilik aytolmagan muqamchi haqiqiy muqamchi emas deydi. Turdoqin akamni undaq asliga odam cho'qim uning qo'lidagi satosi bilan o'ynaymiz. Bunda ikkili bor, shunga o'xshash. Aman Saxani aslisi cho'qim sato bilan. Demak, bu shunday haqiqiy bir naqshchi yoki bir muqamchi bo'lish uchun cho'qim bir chalg'i asbobdan xabarsiz odam bo'lsa, endi bu toza durust emasda. Shartlardan biz kam deganda. Kamda. Masalan, Abdulla akam unda qo'liga duta olsinmi, gitara olsin, chep. Har holda. O'zini o'disida chiqadi. Chiqsiz. Demak, endi mushu bir muhim bir shartlardan birisi bo'lishi kerak. Burun biz bunda anglagan hikoyaning ichida burungi davrda shu no'chi atladiki odamlar-chi, har bir shunda birardan ikkidan no'chi bo'ldi ekan. Masalan, sit no'chi deganda ekan. Endi shunda no'chining bir sharti cho'qim bir sozni, yo ravobni, yo tamburni, yo duttani bilish. Agar u shundan birini qila olmasa, no'chini orasida. Shunga o'xshash shartlar. Bu demak, san'at bizning hayotimizda hatto no'chilar ta'sir qilgan. No'chi bo'lish uchun cho'qim hamma jihatdan yaxshi bo'lgandan sirt soz chala olamdi yo'qmi degan bir shart bor ekanda. O'chilik deganda eng ustun degan gap-ku. Shunday. Shuni ichida shu bir shartmi shu. Demak, bizning hayotimizda soz chelish, shu bizning milliy sozlarimizdan birini bilish, ya'ni
bizga qo'yilgan eng aqlli shartlarning birisiga odamiyligimizga qo'ygan rasmiy bir butun mukammal odamligimizga qo'ygan shartlar. Shunday bir san'at yo'linishida cho'qim bir cholg'i asbob bo'lmasa bilish kerakda. Osmon akamni ana unda sata bo'lamdi, tambur bo'lamdi, shuni qilib chilib shuni aytsa, shunda bir so'yinib ketamiz endi. Boshqacha. Sifat qo'shildi. Ko'rinishdimi odamga bir xil mukammal tuyg'u taqildi. Sazendilniki, ya'ni hurmatning cho'ngligini aslida zo'r. Setnovchim shunga qo'shashganda, Ravob chaldi ekan. Salay chaqqan qiziqchimiz. Mana bu odamlarimiz soz chalalaydigan odam. Shiralining hozir ancha-muncha klublarda aytgan naqshini jibo, men yaqinda jibosini ko'rdim. Atayin kirib ham, chunki bizning ko'nglimizdagi odamlar qarasam rabob bor qo'lida. Men rabob o'rganganimni bilmaydi ekanman. U sozni hammani digidak chaldi ekan. To'g'rimi? Soz chaldi. Nimalarni chalsa? Rabob, dutar, bog'lama, andan keyin banjo degan bir chalg'i bor. Bu g'arbning. Yevropaniki. Andan tar. Tarmi robotning bir turi. so'qim sazlarni asosan ashlarni inshaalloh. Nihoyatda zo'r alaylik. Men havas qilaman. Nima ish qilsa? Men yosh vaqtimda ancha-muncha soz muzikalar qiziqqan, lekin sharoit bizga hozirgidek keng emas. Dadam shunday dutta chaldi. Duttani ben bir umr aldım desem bo'ldi. Elki aqlim bilgan vaqtimda tatib duttani anglab cho'g'agan. Biroq bu duttanimni voyaga yetkazib chalolmaganimga yomon ichinim. Mening bir o'zimdagi bir afsuslanarli bir ishda. Ammo dahshat anglab qo'ymadim sozlarni. Shu men Xalmurat Umar do'stim bilan to'liq fikrda bo'lib qolamiz. Ro'zi Muhammad bizning hozirgi atoqli chalg'uvchilarimiz hamda bizning kasbidan boshqa shu tamir duttani menimcha voyaga yetkazib chaldigan yigitlar. Ana shu bolalarni to'liq fikrlashma. Menga hatto duttani majbur o'rgatmoqchi bo'ldi. O'rganib baqdim. Chaldim, lekin men rasmiy talabga loyiq emas bumi. O'zimiz bilan men o'rganay deb o'rganadigan narsa emasga ba'zi narsalar buyurildi-ki, ba'zi narsalar buyurilmaydi-ki. Men bo'lmasa naqsh aytman, muzika bilman. Nimishqa duttani men balkim vaqtning yarbanmasligi sabab bo'lishi mumkin. Ammo oxiri meningda bu undaq yonfan yo'q ekan deb yakun chiqadi. Shunga menda gitarchilar shunda yaxshi bo'ladi. Umumdilqi ehtiyojni chiqish. Shiralining har xil sozlarning jag'ini qarab deb uzoqqa chiqdim. Oila ahvoling bilan tanishib chiqsak bo'ladimi? Bo'ldi, men san'at institutida ki saboqdishim bilan to'y qilib 2015-yili bir baxtli oilamiz bor. Ayolim o'zima Urumchi to'liq o'ttir maktabda. Muallim, san'at o'qituvchisi. O'zim o'sha ishdan sirt o'sha olam sirlariga qiziqqan bo'lg'achqa astronomiya. Masalan, bizningki yer shar bilan oyning orlig'i, oy sharning orlig'i 400 ming taxminan 400 ming kilometr keldi. Quyosh bilan bo'lgan orlig'imiz 150 million kilometr keldi. Astronom sasiga bek yaxshi qiziqqan bo'lg'achqa o'g'limni shu bir astronom qilgan bo'ldi. Osmon jismlar tadqiq qilgan. Masalan biz olamda yeganimi degan savollar qachon kallamda tug'ilib turdi. Chunki biz yashayotgan yer shari endi biz bir qumdinmi kichik desak bo'ldi. Butun koinotga nisbatan. Qumliqni olam desak, bir tal qumchilik bo'lmaydi. Bir tal qummi emas biz. Masalan, yer sharida qum ko'pmi yoki koinotda yulduz ko'pmi? Albatta. Koinotdagi son sanoqsiz. Bu nimishqa shunday bo'ladi. Biz insonlar, biz jonliqlar shu butun koinotda yer sharidan bormi yoki boshqa planetdami bormi? Masalan, Quyosh sistemasi bir tal qumchilik, dimmi kichik hisobda. Quyosh sistemasi. Quyosh sistemasi, Samanyolu sistemasi shu. Undan olqib kelsak biz nada? U olam to'xtamasdan kemayotadi. O'sha kemishlarning ichida yer sharidan jonliq bo'lishi men ishonmayman. To'g'ri. Demak, u bizdami boshqa jonliqlar bo'lishi mumkin. Ammo hozirgacha
Bunun bir aniq bir isboti yo'q. Bizmi ularni qidirib mening kechkunduz shu narsalarni ko'p o'ylayman. Ravobqa emas, shuni ko'p o'ylayman. Demak, o'zimning qiziqishida shunglashqa shu o'g'limga burun o'ttir asrda, ya'ni yashab o'tgan mashhur astronom Ulug'bekningki ismini qo'ygan hozir Samarqandda rasadxonasi bor. Ulug'bek shu nomdan qanday qo'yilgan degan. Shu nomdan shu o'g'limga shu bir mashhur astronomningki ismini qo'ygandim. Astronomiyaga bo'lgan qiziqishim bek kuchli. Xalqning o'rniga chiqdim dedi. Arzu armanlaringni o'g'lingga bog'ildingda, garchi o'zing astronomiyada bir tadqiqotchi bo'lmagan bilan, bu yigitning hozirgi bu sen ko'rsatgan yo'li qiziqish qanday qarab? Yaxshi. Yaxshi, u qiziqishi yaxshi. Eng avval cho'qim u bir yaxshi mukammal bir astronom bo'lish uchun mush sahada masalan bizning Beijingda, Shanxayda o'sha astronomiya sohasida o'qish uchun cho'qim fizika, matematika bek muhim. Mening uchun tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishim bek kuchli. Bu narsa albatta shu tabiiy fan orqali ro'yobga chiqishi. Xabaringiz bor. Shuni o'zimningki shu undidorning to'shansi Stephen Hawking, dunyodagi mashhur astronomiya olimi. Mintaqamda hozir kelgan gapni deb qo'ygan o'xshaydi. Maqsad qo'ygansiz. Stephen Hawking shu qadar hurmatim bor, u rahmat 2 yil bo'ldi bizning ayrılganda, ama onunki dünya astronomiya sahasi va fizik sahasi qo'shgan to'pisi nihoyatda kuchli. Sanoqsiz. Men shirali shu tunishgan 10 yaxshi inlarim bo'lsa, sizlarga o'xshash ustoz shogirdlik munosabati bor yoki aktivlik munosabatimiz bor. Bolalar ichida 8 degidek ijtimoiy fanchi. Chunki men o'zim mana shunday raqamda. Tabiiy fanga biroz ne emas, lekin umuman ojizman. Tabiiy fanda bek natijam yaxshi emasdi. Ammo mushuna ichida mana shirali balkim agar mushu qiziqishini butun hissiyatni vujudini agar tabiiy fanga bergan bo'lsa-mu, cho'qim yaxshi natija qozonadi. Chunki hozir qara ko'zlardan astronomiya degan o't chiqadi. Bir narsani bilgin bo'ldi. U nima desang shirali? Xo'sh. Sen o'zing yaxshi ko'rgan kasbni, masalan, ravobni yoki muqomni sen suysan, o'zing tanlagan kasb. Mush ishni o'ydidan to'liq chiqa olgan odamni agar sen majbur elib balkim yana bir ashnalikqa umuman sen yaxshi ko'rishing kerak bu ishni. Vujudingda shunday bir nima bo'lish kerak. Shunda bir ish qilib qo'ysang, yana bir ishdan o'ydidan chiqishga tirisha oladi yoki ma'lum natijani oladi. Endi bu inson o'zi eng so'ygan kasbda hech qanday natija qozonolmasa, balkim buni yana bir xil boshqa bir yo'lga o'gitib, men mushnodan natija qozonadigan balkim kechikkan bo'lishi mumkin-ku. Bu ashna bir ishga. Shunga men demoqchi bo'lganim, shirali balkim kechikdi astronomiyaga. Ammo u butun umidini mush Ulug'bekka bog'ladi. To'g'ri. Bizmi ishimiz u sening o'g'ling cho'qim astronomiyada yaxshi bir natijalik bir tadqiqotchi bo'la olishiga. Rahmat. Shuni umid qilamiz. Sarkarda Alkuyar tish pastalari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastalari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastalari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini turdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Shirali Altekin qiziquvchilarning, buni hurmatli qiluvchilarning naqshlarni suyib anglaydigan odamlar umumiy fikri. Endi balkim sendan bevos so'raydigan qanday sharoit yo'q. Ya fursat yo'q. Balkim sen bilan tanishmaydi. Balkim sen xohlamagan temalarda fikr qilishni yaxshi ko'rmaydi. Sen yaxshi ko'r, sen o'zing xohlamagan.
Bugun shu umuman sendan men bir akam olgandan keyin xato gap qilsam sen kechirib o'tsan. Shirali Altekin deymiz. Bu degan sening bir taxallusing. Shunday. Meni bilishimcha yoki san'atga qo'ygan isming, san'atga bir tutgan isming. Biroq biz hozirgacha Shirali familiyasining o'z aynini anglab boqmadik. Sen buni e'lon qilmading. San'atchi bo'lgandan keyin, bir muqomchi bo'lgandan keyin yoki bir artist bo'lgandan keyin sening o'zingning familiya bilan menishing o'z ixtiyorliging bo'ldi. Balkim bugundan boshlab yoki shu familiyani ishlatgan vaqtdan boshlab avlodlaringning hammasi Altekin bo'lishi mumkin. Biz uni shunday tushunamiz. Altekin degan mening bilishimda elning bolasi degan ma'nosi bor. Nayt u chiqsin bu. Elning bolasi. Sen va hozir elning bolasi hamdi. Hozir men dadamning bolasi desangmi, sen bizning hammamizning bolasi deb turishimiz mumkin. Haqiqiy familiyani bilsak bo'ladimi? Bo'ldi, albatta o bu ilaqa. Har bir odamningki o'zining oilasi bo'ladi, hamda digisga keladigan gap bo'ladi. Har bir odamning bir kechmishi bo'ladi shu. Shu meningki men kichik vaqtimda bilsam men onam bilan birga yashagan. Endi men aqlimga kelib, endi opam deb birtama bolam, shu sening dadang, biz ham ajrashib ketgan. Ayrilib turyapmiz. O kishining o'ziga tushliq oilasi va bolalari bor. Shunga seni men o'zim olib qolgan, men seni beqib cho'ng qildim. Men sening ham dadang ham opang dedi. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Muhim hamdi. Men hamdi biz men onam tarafdan cho'ng olgandan keyin, ham mening dadamninkimi o'zining oilasi bor. Mukammal bir oilasi bo'lib qolgan. Mukammal oilasi bor. Men u yerga undaq qilib dadam bilan bo'lgan o'ttirimizdagi bu ota-bolalik mehr va muhabbat toza qilib bir to'yingan emasda. Endi shunday bo'lgandan keyin men daxli qilmaydi dedim. U endi orliqda atish spen maktabga bir shuvadan bir aşağı bir imtihan bergan bo'lib, shu maktabdagilarga shu bir yilga shu vaqtning mezgilida bir yillik o'qish puli bir 2000 qo'yib bor ekan. Endi shunda shu vaqtda 90-yil. 90-yil. Shuningda dedi endi men onamning unda puli yo'q. Endi dadam shunaq desam turibdig'ini dedi. Demak endi bu indaymiz endi shunday bir mehr muhabbatlar endi bo'lmaganda. Endi ba'zi odamlar sening shu kichik buvoq vaqtingdan tortib bolalik hayoting tamom bo'lguncha dada sening yanında bo'lmagandan keyin tabiiy holda ushlab qoldi. Bu haqiqat, bu qonuniyat. Normal. Mayli dadimiz bo'lsin, mayli opamiz bo'lsin, qaysi bizdan qancha jiroq bo'lsa, bu mehr muhabbatiga bog'langan narsa. Men sen qancha yiqilishni xohlasam, sendan bir rishta bo'lib ketgancha menga bog'langan. Rishta degan yurakning bir tarisida aytganmiz-ku. Yurakning tarisi u tarabi ko'gil bo'lgan narsa bo'lmasa mumkin. Mehrga u. Mehr tarisi yoki yurakning tarisi tanib uzilib ketdi degan shu. U qanday uzilib ketsa? Bu Shirali Altekin shu kishining bolasi. Biroq bu tarixiy sabablar tufaylidan bu ikki oila bo'lib ketdi. Shu sababdan Shiraliga bog'langan rishtasi jiroqlashdi bu odam. Orliq jiroqlashdi, tortishdi u. Tortishib shu passida uzilib ketib qolgan bir ish bor. Buni og'rin qilib bo'lmaydi. Tabiatning qonuniyati. Shuning bilan hamda o dadam bilan hamda bo'lgan bayam siz degandek bir mehr rishta sus bo'lgan ekan. U yoqma meni o'g'lim deb, voy deb endi qilay desa uning oilasi bo'lgan bayam sabablar tufayli. Dadam shu onam shu mishqil alatda. Demak shu birla bola demak. Birla bola. Endi undan keyin balkim aql topgandan keyin sen izlagan bo'lishing mumkin. U chaqda sayis qilgan bir dadamning bir boshqa bir oilasi bor. Uningga men ganroq qilmay. Daxli qilmaydi. Ashpet menga versin, xotirjam ma'si bo'ldi. Chunki bolalari ko'pda, bir 4 ming shundoq bolalari bor endi. Menda daxli qilish hojat emas. Balkim mushimmi sening bir oliyjanob taraflaring bo'lishi mumkin. Dadaga har qanday odamning ehtiyoji tushadi. Mayli kichik vaqtsiz bilmasa keyin balkim sening ehtiyojing tushgan vaqtlar bo'lishi mumkin. Balkim sen yolg'iz yerlarda o'ylab o'tgan bo'lishing mumkin, xiyollar bo'lgan bo'lishing mumkin. Oxiri tanlagan yo'ling bo'ldimi, aralashmay.
Dadam shu hozirgi oilasini, hozirgi xotirjam turmushini buzmasin. Meni deb ko'ngli parishon bo'lmasin. Degan yo'lni tanlaganidan balkim sening bir cho'ng'andan keyin bir tanlagan. Oliyjanob bir ro'yingning bo'lganlikdan bir yo'ling bo'lishi mumkin. Mana bugun biz xabar topdik. Shundaqda Shirali bu dadaning asli ismini Ubulaşim. Biz bunda deyishimizda hargiz sening hamda hozirgi qo'llanayotgan taxallusingni buzmoqchi emas. Lekin biz bilishni xohlaymiz. Shu qanday bo'lsin sening dunyoga olib kelib bo'lishing sabab bo'lgan bir inson u. Shu biz seni yaxshi ko'rganligimizdan. Shu bolani Mening kimligimda bu Shirali Ubul deb bor. Ha, bo'ldi. Bo'pti, biz yana seni Shirali Altekin deb o'ylayveraylik. Qo'shqimiz kelsa oxirga Shirali Altekin Ubul deb so'raymiz qo'limizda. Rahmat. Amonchilik bo'lsin. Har holda Rahmat. Har oila xotirjam bo'lsin. Farzandlarning sog'lom, xuddi Shirali inimizdek, Shirali o'g'limizdek keraklik bizni suyundiradigan yigitlardan bo'lishini umid qilamiz. Mayli parchalangan oilalar bo'lsin, mayli billa hayot yo'lini billa o'tkazayotgan er ayollar bo'lsin, kutadiganimiz farzandlarimizga eng yaxshi ta'sirlarimizni berishimizni, shularni to'g'ri yo'lda yetaklashimizni, ularning keyingi natijalaridan suyunib yashaydigan bir odamlarga aylanishimizni umid qilamiz. Bu bir sabr toqatli odam bizga yana eng moda uslubda naqsh etib beryapti. Masalan, muqamning ichidagi sayliq zamoniy uslubda aytgan bak yaxshi ko'rgan bir naqsh bor. Qaysi muqam? O'rgilib Qashqar ekan ol xotandashlar gizar. Chalga. U shu eng zamoniy uslub shu chog'da. Hozir uslublar kundan kunga o'zgarib ketyapti. Menga bak yarab ketgan. Mana shu aytgan naqsh orqali senidan kichikkan bir muncha bolalarning muqamni bilishiga sabab bo'ldi. Shunday. Chunki ular uslubni yaxshi ko'rdi. Shunday. Muqam balkim ularni tanlash bo'lmasligi mumkin hozirgi zamonda. Lekin biz mana vaslarni qo'llanib, ya'ni bir ifodalash usulini tanlab yurib, shu keyingi bolalarga buni bir bilib bilmay ular yodlab qoladi o'sha. Navbatda sening bizga bir padi muzika cheptirdigan bir peyzon bormi? Bo'ldi. Nava muqamidan ariya o'rlab turay. Valla deşti ara Mecnun minindek görmemiş devran Kuyundek her zaman bir kürmegen Vay Vav dedi sevgerden Ne men gandin kiter bulsam Meni yoklar kişim bamı Meni yoklar kişim bamı Gariplik şerde yürsem Meni yoklar kişim bamı Gariplik şerde yürsem Meni yoklar kişim bamı Muhabbet şerbetin içtim Kazandek kaynıban taştım Kazandek kaynıban taştım Bu fani dünyadan keçtim Meni yoklar kişim bam Bu fani dünyadan keçtim Meni yoklar kişim bam Bu miskin zor meşrepnin kişi halin bilmeydi. Bu miskin zor meşrepnin kişi halin bilmeydi. Bir yerden başınıp kessem beni yoklar kişim bam. Bir yerden baş ilip kessem Beni yoklar
Şim bam. Ey Dargal. Rahmat. Axir biz mana naq maydonda yaqin oraliq turib, sening soz muzikalaringni angladik. Hamda sening bir keyin mushu hozirgi chiqmashinchilik natijalarni egasi bo'lding, hammamiz ko'rib turyapmiz. San'atda yoki turmushda o'zingning yana qanday bir ko'ngling tikib qo'ygan cho'ng bir orzu armonlaring bor, yetmoqchi bo'lgan cho'ng planlaring qaysi bo'ldi? Siz bayan deb o'tgandek mushu muqomlarni endi. Men yo'lnishimnicha ashqil yo'lnishda yapmashim kerak ekan. Ya'ni hozir endi muqom anglaydigan oyoq turkusini o'zimizning naqshlarni anglashga yaman quloq oz bo'ldi. Az bo'lib qolyapti. Shunglashqa muqomni bo'lsa hozirgi zamon yo'linishda texmi yaxshi bir taraqqiy qildirib masalan. Hammalar bir kechga kirib olsak bo'lmaydi. Hammalar ijodiyat yo'linishini tutib, mundaq qilsak bo'lmaydi deb o'ylayman, men o'zimdan qarshi. Bo'lsa, men muqomni tarafni tutsam, ammo bu naqsh aytganlar o'zining yo'liga mangsa. Demak, men mushu muqomni hamda bo'lsa, mushu muqomning orasida hamda nurg'un ahang bor. Nurg'un ahanglar bor hamda. Bir muqomning o'zi 2 soat davomlashadi. 12 muqomda 24 soat davomlashdi degan gap, buningda nurg'un ahanglar bizni saqlab turyapti. Bu ahanglarni masalan ba'zilarga varisan degan, yarim degan ashlarni disko ritmda qiluvdi, bolalar yoshlar yaxshi ko'rdi degan shaklda. Hech bo'lmaganda ash ahangni bildi. Bildi endi shuni. Demak, shu xil uslubni men o'zimningki mana san'at yo'linishimda shu xil uslubni atmayman. Yani o'zimizning milliy chalg'i asboblarini shuning uchun bir xizmat qildirib. O'sa hozir jiqqa yosh bolalar rap anglaydigan bo'lib ketdi. Bu unda mening o'g'limni rap anglaydi. Shunda yeyisman. To'g'ri. Biz u muqom anglamaydi. Men undan xafa bo'lmayman, o'zining tanlashini qilsin deb. Ammo endi shuni muqomlarni ashunday rap shakliga ekkasak bo'lmamdi. Ashuni anglaydigan shaklda masalan qilsak, uningki asli usti qurilmasini buzib etmagan, tekstni buzib etmagan asosda shu rap shaklda bolalarimizga ashunday kesib azazdan xuddi tamoq berganga o'xshash. To'g'ri. Ashqil yo'nalishda aytmasak, bir aql to'yg'izib yondirib yotmisan, ha? Bir qo'shiqdan masalan muqomni azman masalan rapning aralariga qaytib masalan ashqil shaklni qo'llansak, bizning muqomlarimizni masalan bayan mana bu Junxan madaniyat g'azinasidan bebaho go'har. Buni avlodlarga qoldirish bizning majburiyatimiz ham. Shunday qilsak, mening bundan keyingi san'at yo'nalishim, bundan keyingi o'yam, xiyolim bo'lsa, mushg'ul shaklni, rap shaklda, DJ shaklda, mushuna bir kushash orzuyim bor. Shu yo'lda yaxshi natija qozonishni umid qilamiz. Rahmat. Bugun bir yangi asarlaringni olsak bo'lamdi. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. İçip keyniga qichib ishni qiyo içip keyniga qichib nazida bo'yimga yurakam dard qetib nazida bo'yimga yurakam dard qetib Qashqarda bir qiz yurakda bir siz
Kaşkardı bir kız yürekte bir siz. Saçıda kulum bağlap, işkıda dilim bağlap. Saçıda kulum bağlap, işkıda dilim bağlap. Çidolmadım derdiye, uyar niyet ola oynar. Kaşkardı bir kız, yürekte bir siz. Kaşkardı bir kız, yürekte bir siz. Derdim bek yamanda dey muhabbet bazarda. Derdim bek yamanda dey muhabbet bazarda. Bağrım netilip dadey söygünüm azarda. Ayrılıp solup emdi kaldım hicran dağda. Kaşkadı bir kız yürekte bir siz. 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 Yürekte bir siz.